Isitma tana haroratining ko'tarilishi. Bolalarda hozirgi kunda juda ko'p uchraydigan muammolardan biri hisoblanadi. Isitmaning yuzaga kelishining asosiy sababi infeksiyalar va organizmdagi yallig'lanish jarayonlari hisoblanadi. Isitma yuzaga kelishi uchun organizmda turli bakteriyalar, viruslar va bolalardagi tish chiqish davri vaksina, ya'ni profilaktik emlashlarni olish jarayonidagi 2-3 kunlik vaqt ham isitma chiqishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, bolalarda isitma chiqishining yana bir sabablaridan biri bu infeksiyalarga bog'liq bo'lmagan isitmalar, ya'ni suvsizlanish hisobidan, allergik toshmalar toshishi hisobidan. Bundan tashqari, issiq urish ham bolalarda isitmaga olib kelishi mumkin. Isitma 3 oylikgacha bo'lgan bolalarda tana haroratining 38 dan yuqori bo'lishi xavfli holat hisoblanadi va albatta pediatr shifokorga murojaat qilishingiz shart. Undan katta bo'lgan bolalarda ham 38 gradusdan yuqori tana harorati bolaga isitma tushiruvchi dorilar berishni taqozo qiladi. Bunday dorilar parasetamol yoki ibuprofen tarkibli dorilar bo'lishi mumkin. Albatta, dorilarni bolaning yoshi va vaznidan kelib chiqqan holda dozalab beriladi. Bola nafas olishga qiynalishi, injiqlik qilishi, holsizlanishi, ko'p yotoqchilashi shifokorga ko'rsatishingiz uchun ko'rsatma bo'ladi. Bola o'zini yaxshi his qilsa, tana harorati dorilardan so'ng tushadigan bo'lsa, bu holda 3 kungacha siz uyda temperaturani tushirish uchun chora-tadbirlarni qo'llashingiz mumkin. Bolalarda tabiiy yo'llar bilan tana haroratini tushirish uchun ularga ko'p miqdordagi suyuqlikni oz-ozdan tez-tez berishingizni tavsiya qilaman. Bola yotadigan xonani har kuni 2 marta havosini almashtirib turishingiz xonadagi mikroblarning kamayishiga, bolaning yengil nafas olishiga yordam beradi. Bolaning kiyimlari yengilroq bo'lishiga harakat qiling. Iloji boricha paxta matosidan tikilgan kiyimlardan foydalaning. Bolada temperaturasi ko'tarilgan holatda albatta ovqat yeyishga ularni majburlash noto'g'ri. Bola xohlagancha ovqat yeyishiga qo'yib bering, lekin suyuqlik berishni kanda qilmang.